Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube obunachilari. Mana qushlarimiz yangi katakka joyladik. Maladoy qushlarimizni. Bular o'zimizga olib qoladigan, yana yilga bola olgani tayyorlanayotgan qushlar. Xudo xolasa. Endi 60 ta oshiq qush bor. Birinchi partiya, ikkinchi partiya. Otalari esa xudo xolasa ikkinchi partiyani boqishyapti. Oldi chiqishni boshladi. Meni otasi yangi rangidan olib kelib qo'ydim yaratishgani. Menda yo'q rangi. Xolasa bilan chiqib qoladi bolalari. Kommentga bitta akamiz yozgan ekanlar, qushimiz o'lib qoldi, menda bitta qoldi xolos deb yozgan ekanlar. Javob yozmagandik. Unga o'lish sababi asosan birinchi o'rinda och qolsa o'ladi. Kasalliklari kam. Menda ko'proq 12 yil, 10 yil, 12 yildan boqaman. Ko'proq ko'zi og'rib kasal bo'lgan. Ko'zi og'riq bo'lgan. Aylanbosh kasali ham bor, u kamdan kam holda. Anjlikalarimizni bolalari sotib yuborildi. Faqat kattalari qoldi. Bunisi 5 ta bola boqqanlar. Ular 3 ta bola boqqanlar. Bugun sotib keldik Remaka bozoriga olib borib. Bularning bolasini. O'lish sababi asosan shu och qolishdan bo'ladi. Ko'proq maladoylar tayyor o'ppagan. Hozir inilsa harakatni boshlab yuboradi-yu. Men qishda issiqroq qilib inilmoqchiman. Xolasa. Angliski smokindan 2 dona qoldi. Bittanar 2 ta moda. Papugaylarimiz ular harakatda, yangi jup maladoylar. Bu nari katta modasi maladoydan chiqqan ag'day birinchi olgan videomdagi qushlardan tayyor bo'lib qopti. Bizda rangidan yo'q edi. Bu partiyada chiqdi, ikkinchi partiyadan. O sariqlar. Bittasi birinchi partiyadan chiqqan, bittasi ikkinchi partiyadan chiqqan. Ular bugun ajratildi. 3 ta. Qushlarimiz o'sha kasalliklari kam. Asosan donani dona e'tiborli bo'linsa o'lim kam bo'ladi. Qushlarda kasallik o'sha sho'ri bor, asosiy kasalligi ko'z og'rig'i bor. Undan kamdan kam bo'ladigan kasalligi aylanbosh bilan qolgan kasalliklar kamdan kam holda bo'ladi. Ya'ni piqildab olib qoladi. Unaqa kasalliklar kamdan kam bo'ladi. Chunki sovuqqa ham chidamli qushlar. Shu qishki kuniga galada yurgan qushlarni shunday oldini salapanli to'siladi, qishdan chiqadi. Endi monoka tahladi. Issiqroq qilish kerak. Videoyimiz kam chiqayapti. Xudo xolasa ko'p chiqarishga harakat qilamiz. Like bosib qaddishga qilib turinglar. Bizda o'sha like kam bo'lgan evaziga videoda ham kam chiqaryapmiz. Mana papugayda yirigidan ham olib keldi bugun. Bir jup 2 ta nar. Karella bilan teng. Bularning nomini bilmayman papugayda. Chunki prostoy papugay boqaman faqat. Angorka deydimi, nemis deydimi. Nomini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Karella bilan teng yirik o'ta. Karella ham g'ash kelyapti, g'o'dasi kattaligi.
Yo'masam papagaylarga indamaydi. Tozasi deb olib keldim. So'ramabman qanaqa nemismi, angorkami nomini so'ramay olib kelaveribman. Endi boshladim u boshqa tur babushkadan ham olib kelamiz, xudo xolasa endi. Papagayda turini ko'paytiramiz. Qushlarni ham boshqa turlardan olib kelamiz. Pepchigimizni sotib yubordik, pul kerak bo'lib qolib. Mana katagam boshladik. Xudo xolasa katagimiz ham tagi bitdi. Hozir vaqt olmayapti. Pepchilarni shu katakkani solish uchun, reyka-peka olish uchun sotdik. 3 metrga 6 metr bo'layapti, xudo xolasa. Bu katagimiz bitsa, bega amadinka, kanareyka, o'zimizda yo'q qushlarni tashlaymiz. Boshlanishini videoga olib tashagandim. O'sha 2 dona g'ish qo'yib, manilar tekislamasimni oldi. Mana dakan ishqibozlari, dakanlarimiz bular Hind. Dumi qalin, yumshoq galtalardan, Hind zotidan. Ya, bopladi. Xudo xolasa dakan ishqibozlari, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Zoti bor narsalar. Shuni sotuvga ko'p tashamayman dakanda. Chunki o'zlari olib ketishadi ishqibozlar. Mana xo'razni otasi ham 6 ta yutdi, $1000 sotilmadi. Oxirgi 2 ta yutgan xo'razi katta puldan yutib yurgan xo'razni yutib qo'ydi. Sotilmadi. Bu xo'razimiz ozina sho'rib qolgan. Beyda ko'p sho'rib qolgan, e'tibor berilmayapti xullas. Mana xo'razni otasi $600 ga olingan. Like bosib obuna qo'yinglar. Kerakli ma'lumot kerak bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, o'zimizda borini beramiz. Tushunganimizda, xudo xolasa. Tushunmaganimizda o'zlaring ham kommentariyaga yozib qoldiravering. Biz ham 10 yil, 12 yildan bos qush boqamiz, lekin to'la ma'lumotga ega emasmiz.